Oqsoqol, nima qilib yuribsiz? Qo'shiqlar aytgan yuribsiz, chevra teskari degan Abdulla Oripov. Sen do'stim edi, qadrdonim edi. Endi aytgan bo'lsak aytganimizda nima qilayliksa, nima sizdan Lenin shapkasini olib kechirim so'rasammi? Sizdan Gorbachev kechirmaydi desinmi? Nima ularga qarshi qo'shiq aytasiz degan Abdullajon. Lekin og'aynimidi? Ekanlarning og'ayni bo'lgansizlar, qadrdon bo'lgansizlar. Mana Abdulla aka haqida gaplashib qoldingiz. Abdulla Oripov so'nggi kunlarida Amerikada birga bo'lgan ekansiz. Munosabatlar qanaqa o'sha paytda? Munosabat shu 30 yil gaplashmay yurdik. Shu 90-yil edi o'da. Yozuvchi soyuzining oldida ko'rishganmiz. 30 yil o'shida ko'rishdik. Undan keyin telefon bo'lib qoldi. Shu nima bo'ladi? Piknik bo'ladi. Piknik der ekan ular, yig'ilib osh qilib yer ekan. Amerikada. Qo'yiston shahrida. Men bordik qizim bilan. Bordik, o'tirib yarim soatlar o'tgandan keyin Abdulla keldi. Bir yoqda kuyovi ushlagan qo'lidan, bir yoqda o'g'li Ilhom o'g'li olib keldi. Meni quchoqlashib so'rashdi. Oqsoqol bormisan? O'sha yerda 2 soatcha gaplashib o'tirdik, birga osh yedik. Menga hali plasmassa idishda ovqat berdi, osh. Abdullaga o'shada osh berdi. Oshni yarmini yedi Abdulla. Men hammasini yedim, men yarmini yedim. Sog'lig'i o'sha paytdancha yaxshi bo'lmadimi? Sog'lig'i yaxshi emas edi. Juda xomush edi. Nima bo'ldi bu? Vatanga boring endi mana. Sizni yomon ko'rgan odam o'lib ketdi. Yangi prezident kelyapti. Endi borib ko'raylikchi ahvolini aytay dedi. Kayfiyati yo'q edi. Sog'lig'i yaxshi bo'lmaganda. Yaxshi bo'lmagan kayfiyati yo'q edi.